bugun hozirgi anjumanimiz bu faqat anjuman doirasida yakunlanib qolmasligi kerak. Jadidlarni bir yaxshi o'rganishimiz kerak, g'oyalarni o'rganishimiz kerak. Bekorga muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich jadidlik masalasida juda qattiq ko'tardilar. Buni ilmiy tadqiq etish masalasi va bu g'oyalardan yangi O'zbekiston qurishda safarda foydalanishimiz kerak. Shuning uchun oldimizda juda muhim narsalar borki, o'sha jadidlarni qarashlarida ular ham birinchi navbatda O'zbekistonni yangicha qurish masalasini qo'yishgan. Va o'sha mustaqil bo'lishi uchun nima qilish kerak? Ta'limni qayerdan olish kerak? Qaysi ta'lim yuqori ta'lim hisoblanadi? O'sha narsalarni o'sha vaqtda aytishgan. Lekin ittifoq davri o'ziga bilasizlar, bu faqatgina jadidchilik emas, bu psixologiya fanida ham, pedagogika fanida ham, boshqa fanida ham, biologiya fanida, genetika fanida ittifoqda ko'p og'ishli bo'lgan. Va bu faqat O'zbekiston emas, balki butun o'sha 15 ta respublikaning ichida unga hayotiga, rivojlanishiga, ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishiga, texnika rivojlanishiga ta'sir ko'rsatgan. Buni genetika ham yaxshi biladi, biologiya ham yaxshi biladi, psixologiya 36-PKB, CKB qarori bor, uni ham yaxshi bilamiz. Buni hammasi ma'lum bir fanda ilgari ketishimiz, orqaga tortish bo'lgan. Natijada chet davlatlar, rivojlangan davlatlar ancha bizdan o'tib ketgan. Hozir ham biz o'sha asoratlarga uchrab yuribmiz. Buni hozir mavzuga aylantirmoqchi emasman. Bahriga savol beradigan bo'lsa